Salom hammaga. Horrible Breakdown kanaliga xush kelibsizlar. Bugundan boshlab sizlar bilan suyuqliklar mexanikasiga oid qiziqarli formulalarni ko'rib boramiz. Va bugungi formulamiz quyidagicha va bu formula suyuqlikni qattiq jism ko'rinishidagi harakatini ifodalaydi. Ya'ni buni qanday tushunishimiz kerak? Bizda suyuqlik bir qandaydir bir konteynerning ichida bo'ladi va mana shu konteyner tekis harakat qilyaptimi yoki tezlanish bilan farqi yo'q. Mana shunday harakat qilayotganda suyuqlikning ko'rinishi yoki harakati qanday bo'ladi? Mana shuni tushuntirish uchun albatta mana bu ya'ni yuqoridagi formula bizga kerak bo'ladi. Albatta bu formulani isbotlashimiz uchun ba'zi bir assumptionlar, ya'ni taxminlar qilib olishimiz kerak. Ulardan birinchisi albatta bu shear stresslarning yo'qligi. O'zbekchasi aniq bilmadim qanday nomlanishini, lekin kesish kuchlanishi deb nomlansa kerak, yana bilmadim. Ko'rayotganlaridek mana bu yerda no shear stress deb yozganmiz va shear stress o'zi nima deb so'rasanglar, albatta bu birorta jismni deformatsiyasi bo'layotgan bo'lsa va mana shu jismga aytaylik tushayotgan, mana shu jismning sirtiga tushayotgan kuchning parallel surface'ga parallel bo'lgan komponentiga oid bir tushuncha deb olsanglar bo'ladi. Va ikkinchi assumptionimiz bizda fluid endi tezlanishli harakatini boshlagan paytdagi holatlar bizga qiziq emas. Ya'ni tezlik nolida, keyin qandaydir bir tezlanish boshlab harakat qilyapti. Keyin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin mana shu konteynerdagi fluidning ko'rinishi ma'lum bir shaklni oladi. Mana shu shaklga kelgungacha bo'lgan holatni ham biz inobatga olmaymiz. Ya'ni qanday o'zgarishlar bo'lishini biz inobatga oladigan narsa ma'lum bir vaqtdan keyin bo'ladi. Xo'p, xullas mana shu ikkita assumption aytib oldik. Endi mana bu formulani qanday isbotlashni ko'ramiz. Biz buni isbotlashimiz uchun albatta Newtonning ikkinchi qonunini qo'llashimiz kerak, chunki acceleration bor bu yoqda, demak Newtonning ikkinchi qonunini qo'llashga albatta sabab bo'ladi. Kelinglar mana shu infinitesimal kubni olaylik, ya'ni o'sha fluiddagi o'ta kichik bir kesib olingan qismi. Endi bu albatta infinitesimal mathematical sense, ya'ni matematik jihatdan infinitesimal, lekin physical jihatdan bu shakl o'ta kichkina, makroskopik dunyoga nisbatan, lekin atomlarga nisbatan o'ta katta bo'lgan bir kub deb olsak bo'ladi. Xullas, mana shu jismni qarayotgan bo'lsak, aytaylik buni massasini infinitesimal m deylik. Mana shu massaga tushayotgan kuchning, ya'ni net force'ning natijaviy kuchni qiymati quyidagicha bo'ladi. Biz mana bu infinitesimal nimani, massani quyidagicha yozib olishimiz mumkin. Uning uchun bizga koordinata sistemalarini yozib olsak yana ham yaxshi. Hop, aytaylik mana bu z direction, mana bu x direction, mana bu y direction. U holda mana bu yer dx bo'lsin uzunlik, mana bu yer dy, mana bu yer dz.
va zichligi kelinglar row bo'lsin bu kubni row dv qilib yozsak bo'ladi. Massani va dv ni o'rniga biz row dx dy dz qo'yib yuboramiz. Ya'ni kubning hajmi, infinitesimal kubning hajmi. Endi mana bu kuchni boshqa tarafdan quyidagicha yozib olsak ham bo'ladi. Xo'sh, bizda mana shu ko'p holatlarda fluidlarda ikki xil kuch turlari mavjud. Bular body forces, ya'ni tanaga ta'sir qiladigan kuchlar va surface forces va surface'ga, ya'ni yuzaga ta'sir qiladigan kuchlar. Body force'ga eng asosiy narsa bizda gravity. Endi boshqa body force'lar mavjud, masalan elektromagnetik kuchlar, lekin bu holatda bunday kuchlar o'ta gravitatsiyaga nisbatan kichik hisoblanadi. Shuning uchun inobatga olmaymiz. Kelinglar mana bu yerga gravityni direction'ini berib qo'yamiz. Ko'p holatlarda pastga qilib olamiz buni. G bo'lsin. Va bizda surface force'lar bor. Endi bu surface force'lar nima? Albatta bizda pressure bor, ya'ni bosim. Bundan tashqari albatta bizda shear stress bor, ya'ni mana bular. Lekin biz shear stresslar mavjud emas dedik. Shunaqa assumption qilgan edik. Albatta bu real hayotdan albatta uzoq, lekin shunday taxmin qilib olamiz bu formulani isbotlashimiz uchun. Surface force'larni demak hosil bo'lishi shu holatda pressure bilan qoladi xolos. Endi kelinglar mana bu kubning markazida mana qandaydir bir funksiya aniqlaylik. Mana p funksiya p x y z bo'lsin va mana shu pressureni ifodalasin. U holatda kelinglar z directionda z directionmi balki x, mayli x directionda deylik. X directiondagi pressureni o'zgarishini ko'rishga harakat qilamiz. Aytaylik, mana bu endi bu chekkadagi nuqta emas, mana bu oldidagi surface'ni markaziy nuqtasi bu bo'lsa, kelinglar mana shunga mana bu directionda bo'lgan nuqtada bizda pressure mavjud bo'ladi. Albatta pressure directionga ega emas, lekin bu pressuredan hosil bo'lgan kuchni direction deymiz. Va mana bu nuqta endi markaz. Endi g'alati tizib qo'yibman rasmda. Sal boshqacharoq qilishga harakat qilaman. Xullas tushunarli bo'ladi degan umiddaman. Mana bu orqa surface'ni markaz desak, mana bunday desak, balki mana bundoq qilib chizaman. Orqa surface'ga, mana bu oldin surface'ga ikki force'lar bir xil directionda, x directionda va mana bu nuqtadagi pressure qiymati nimaligini topishimiz kerak albatta. Mana bu nuqtadagi pressure o'zi umuman delta p qilib olganimizda qanday yozishimiz mumkin? dx, to'g'rimi? Endi delta p imiz dx ni orasida emas, dx bo'lingan 2 ni orasida bo'lgani uchun bizda quyidagicha narsani yozsak bo'ladi. Ya'ni mana bu oldin surface markazidagi nuqtadagi pressure ni qiymati, aytaylik, buni p2 deydigan bo'lsak, p1 deylik. p1 deydigan bo'lsak, mana bu nuqtada p1, bu nuqtada p2 bo'lsin. Shu holatda p1 minus p mana markazdagi dp over
dx bo'lingan 2. Shuning uchun p1'imiz p plus dp dx bo'lingan 2. Endi xuddi shunday p2'miz p minus bo'ladi endi, chunki orqaga boryapmiz, orqaga ketyapmiz. Shuning uchun quyidagi ko'rinishdagi narsaga ega bo'lamiz. Shunday qilib bizda mana bu force'imiz o'zi P1 ni mana bu infinitesimal surface ko'paytirganimiz. Endi bu negative x direction bo'lgani uchun minus P1 bo'ladi. Xo'sh, dy dz qilib olamiz va plus P2 dy dz va bizda qaysi direction? I directionda. X direction bo'yicha. Endi mana shu qavsni endi yoyib oladigan bo'lsak, bizda minus p minus dp dx va bu 1/2 ni oldiga qo'yaylik va bizda dx mavjud, dy dz plus dy dz tashqariga chiqavoraylik qavsdan. Shunda o'zi mana bunga ham qo'yishim kerak bo'lardi, o'shuncha xato bo'lmasin. Plus p minus 1/2 dp dx, shunda dx dy dz I hosil bo'lyapti. Davom ettiradigan bo'lsak, bizda p lar qisqarib ketadi. Demak, bizda negativ p ning x bo'yicha hosilasi va bizda dx dy dz I hosil bo'lyapti. Yoki buni sal boshroq qilib I ni mana bu yerga yozib olsak bo'ladi. Demak, ko'rayotganlaridek mana bu f kuchini x directioni bo'yicha edi bu, albatta x komponenti. Endi boshqa komponentlarini ham topsak, quyidagi ko'rinishdagi narsaga ega bo'lamiz. S kuchini y directioni y bo'yicha hosila va j directionda, dx dy dz xuddi shunday surface force'larni z bo'yicha directionida minus dp or dz, ya'ni z bo'yicha partial derivative k dx dy dz. Endi umumiy kuchni topishda hammasini qo'shishimiz kerak. Demak, surface force'larning yig'indisi quyidagi ko'rinishga kelar ekan. Bu j bo'ladi. Bu k. dx dy dz. Endi mana bu narsani bu funksiya gradient ekanidan quyidagicha yozamiz. Demak, surface force'lar d qiymati minus negativ p ni gradienti dx dy dz ga ega bo'lamiz. Endi mana bu body force'larda gravity albatta shunchaki m, ya'ni kichkina infinitesimal m albatta va g ni ko'paytmasi xolos. Endi ikkovini bu yoqqa qo'ysak va buni bunga tenglasak, qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Albatta mana bu infinitesimal dm ni o'rniga rho dx dy dz qo'yib olamiz. Demak, bizdagi equationimiz quyidagicha ko'rinishga ega bo'lar ekan. Rho g dx dy dz xo'sh minus
p ni gradienti dx dy dz teng bo'lishi kerak. Albatta row va acceleration dx dy dz. Agar mana shu dx dy dz larni qisqartirib yuborsak, bizda gradient p rho g minus a ko'rinishidagi formula kelamiz ekan. Demak, formulani biz isbotladik. Bu uchun albatta infinitesimal kubni qarab turib, undagi kuchlarni taqsimladik, ya'ni tenglashtirdik, shunaqa desak bo'ladi. Xullas, video tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, qolganlarga ham ulashinglar. Va albatta obuna bo'lishni unutmanglar.